Ismat! Tinchlikmisiz? Vaqir etib kelding. Menga qara Ismat. O'g'ling yana bir marta o'yim tegida ko'rsam, oyog'ini urib sindiraman. Tushundingmi? Nimaga? Tinchlikmi o'zi? Ochiqroq gapirgan. Sani o'g'ling meni qayni singlim bilan o'y tegida sevgi o'ynab o'tiribdi. Necha marta ko'rdim. Jillimisan? Meni o'g'lim yo'q-ku. Qayerda o'g'ling? Rossiyada 3 oydan beri. Ya, unda bu kim bilan sevgi o'ynayapti? Maqaylam, o'zidan so'ra. Siz kim bilan sevgi o'ynayapsiz? Bilmayman, men ham ko'rmadim. O'yingda yana kim bor? Uyimda dadam bu, tamam mana. Ayni yosh katta odam bilan yurmasa kerak. Menga qara Ismat, kecha ham keldimda aytib ketdim, to'g'rimi? Yana izla sani o'yinga kiryapti. Kim bo'libdi? Men qayerdan bilay? Aytdim-ku o'g'lim Rossiyada deb. Menga qara aldi o'tirandirsan, o'g'ling uydadir. Kunda telefon qiladi Rossiyadan, qanday aldiydi? Menga qara, unda meni qayni singlim bilan kim ko'rishadi har kun? Izlash kerak kiryapti. Men qayerdan bilay? Sani o'yingda yana kim bor? Dadam, men, boshqa odam yo'q. Dadang? Ha. Dadang bor ekanmi yo'q? Dada siz boryapsizmi uyga? Yo'q, men borganman, yo'q. 80 yoshli odam qanday boradi, yilimisan? Borani bilanim ichi. Menga qara, men barmun tegiga aytaman, tushundingmi? Shu siz pocham bilib qolsalar o'ldiradilar-da. Bizani sevgimizga pocham qarshilar. Ha, eshitdimmi? Amaki, shu yoshingizda uy olmadingizmi? Ha? O'g'lingiz Ismat endi qanday bosh ko'tarib yuradi qishloqda? Ismat? Jona, kelin meni uying tagiga. Chiqasanmi? Ehtiyot bo'ling, yana hamshalar ko'rmasa, men ham chiqaman hozir. Ha, tamam. To'xta urman, to'xta. Amaki, hammasi tushuntirib beraman, to'xtang amaki. Hammasi tushuntirib. Nima banan usta? Qizchang bo'lib kelgandim. Endi uka, hozir uchastkavoy chaqiraman. Seni shaxsingga oydinlik kiritamiz. Sen o'g'rimisan, to'g'rimisan? Qiygansan? Bilmayman-ku men, to'g'rimi? Qiymasa qamataman. Tushundingmi? Qiyra qochibdi. Kameraga tushding-ku. Ey bachalar. Hamshaya, bachalar nimaga ish biladi, bunga qarash keladi. Jillesidan qaraman. Shu Roman hamshaya. Bular kimni qizini yonga kelganmi? Nimaga kelding o'zi bizga qishloqasan? O amaki, men qiz yoniga kelganim yo'q. Biz yoshmachalar biz. Ana shunday aldama bizlar, aldama. Bunday bratga, bizlar ham erkak, sen ham erkak. Biz ham sen yoshingda ana shu qizlar uyga bor edi. To'g'ri. Shuning uchun aldamada kimni qizini yonga boribding? Kimligini ayt bizlar, to'g'ri. O'zsan hech kimga aytmaysizlarmi? Nimaga aytamiz? Qishloqqa Ismat Churdikovlar bor ekan. O'sha qizlar yoniga keldim. 2 yildan beri allab pullarni olib so'qib yuribman. Mana o'zi to'lgan kunim iPhone 17 olib berdik kim oldi. To'xta. Sen o'may. Oxirigacha eshitaylik keyin. Dadasi shinoyloq, kontraktlarim ponni to'lab beribdi. O'zi bera kelishimdan maqsad uyini kirishga keldim. Uyini o'timga o'tkazaman. Mazza qilib yashayman keyin. Ha, endi jiyan qizchangga olib beraman 17 ni qo'lingga ol-da. Uyingdagilarga telefon qil. Uylaringni yaxshilab tozalab, hamma qarindoshlaringni chaqirib qo'ysinlar. Ham bitta soat 4 ta sizni chiqaradilar. Nimaga? Endi jiyan ana qizchang dadasi bor-ku yo'q. Ana shu odam bo'lashi. Qayerga qochasan? Bu ham yomon yuguradi. Dadajon, men keldim. Ye, qizim o'qishdan keldi-ku. O'qishlaring yaxshimi qizim? Nima yangiliklar? O'qanchoy? Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qidim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzusida. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakni qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demayapman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Meni erim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman deja o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davrida yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balaya tegib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil eringiz bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz eringiz bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatini qilib, mana havoga uchirmordingiz. Nima ko'rdingiz eringizga xizmat qilib? Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Onangga shu kecha mahallaga bo'mba tusham deyman-da.
Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen meni yaxshi ko'rasanmi? Keyin desam qichon. Nima bo'lyapti? Mana yaxshi ko'raman dada, sizga shuni aytmoqchi edim. Yaqinlashma. Astagfirullah. O'rta ish qo'ryapti. Uylanasiz kelganmi yo buni? Qo'lingni ber, men seni uzoqlarga olib ketaman. Unangim gör. To'g'da nima ayb? Jonim, sizdan bitta bo'z olsam maylimi? Ket tepaman. Unangim gör. O'zim uyimda qo'rqyapman. Uylantirmasam bu yetmaydi. O'rto, soccer organizovat qil. O'rto! Ha! Nima gap? Nima keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozirdan ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytib Va, o'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasan, hozirdan ko'rsalik. O'rto, ilovlar vodiysidan huvlab qoldi-de. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bo'la bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan kelgan. Ilonlar vodiysi? Hamsa? O tez uyima keling, o'yin kuchuk xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz tinchlikmi? Nima qarang, kuchuk bosdi, kuchuk. Qanday qutulamiz bularni? Kuchuk otar nima deyapsiz sizlar? Jillimisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Ketmayganmi bular, so'raqan? Tez. Yaqinlar endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, to'lta period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 1-2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qanday yo'l? Uyingizda kalbasa bormi? Vo, qancha ish qilib ish beradimmi? Javob. Bolla, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, mana yeyapti, o'zi kimda? Rahmat Addushi, maza qildi. Sala kalvasadan dorini ayir yeyisha qanday kallang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kalla ishlar narsa qanday bizar kallamiz ishlamaydi. Daram, salom bey. Assalomu alaykum. Ana dada, o'ylandik. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Ish qilib kelin oyoq quruq bo'lmasa bo'ldi. Aynas pesa quruq bo'lmaydi. Oh, bilim. Bu kelin oyoq quruq keldimi deyman, shunga yiqildim-da. O'zingiz yiqildingiz-ku, ko'ryapman. Kelin nima aloqasi bor? Kelin oyoq quruq keldi. Men shu paytgacha yiqilmaganman bacham. Kelin oyoq quruq kelganda to'g'ri ham tuxum qo'ymaydi. Havo ham 50 gradus bo'lgan. Bu kelin oyoq quruq keldi-da. Ibi uzumlari pishgan, yaqara uzumlari hammasi pishgan. Bu kelin oyoq quruq keldi-da bacham. Pishgan ya, kelin oyog'i nima aloqasi bor endi? Pishsa yaxshi-ku. Shu paytgacha pishmaganda-da bu uzum. Mashinam yonmaydi-da. Mashina benzin tugaganda bacham. Qo'yaylik qay benzin. Benzin quyganing foydasi yo'q, kelin oyoq quruq kelgan baribir. Dada, do'ylar ko'tarilibdi. Voy. Bu kelin oyog'i yomon quruq keldi-da bacham. Shu paytgacha do'llar ko'tarilmagandi. Kelin keldi, do'llar ko'tarildi. Yomon oyoq quruq ekan. Har kun 2 soat oyog'ingni ko'tarasan suv, haymi? Hey Jilla. Nimaga kelin oyog'ini yaqtak suvatib qo'yibsan? Oyoq quruq dedingiz, endi oyog'ini sug'oraman. Qani bir yaxshi bo'lib ketsa. Qo'ytir.